Davlatimiz rahbari Nukus shahridagi qozonxonani kogeneratsiya texnologiyalari asosida modernizatsiya qilish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Hududlarni rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlash, ularning manfaatlari va orzu intilishlarini ro'yobga chiqarish kabi ustuvor masalalar mamlakatimiz yetakchisi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning asosini tashkil etadi. Davlatimiz rahbari joylarda ichki imkoniyat va zaxiralardan samarali foydalanish orqali barqaror o'sishga erishish mumkinligiga alohida urg'u berib kelmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga daxldor har bir masalaga mutasaddilarning mas'uliyat bilan yondashuvi talab etiladi. Ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasi Prezidentimizning e'tibori va g'amxo'rligi yaqqol namoyon bo'layotgan hududlardan biri. Bunga yetarlicha asoslar bor. 2016-yilga qadar ushbu hudud deyarli barcha asosiy yo'nalishlar bo'yicha iqtisodiyot, sanoat va ijtimoiy sohalarda juda og'ir holatga kelib qolgan edi. Moliyaviy resurslar tanqisligi, samarali rag'batlantirish mexanizmlarining yo'qligi kabi muammolar yillar davomida to'planib, vaziyatni yanada og'irlashtirishga sabab bo'lgan edi. Biroq so'nggi 10 yil ichida Qoraqalpog'iston butunlay yangicha qiyofa kasb etdi. Prezidentimizning hududga amalga oshirgan muntazam tashriflari, hayotga tatbiq etilayotgan loyihalar bilan tanishish, mahalliy aholi bilan muloqotlar, shuningdek, hududni har tomonlama rivojlantirishga bag'ishlangan doimiy yig'ilishlar natijasida Qoraqalpog'iston respublikada eng jadal taraqqiy etayotgan hududlardan biriga aylandi. Navbatdagi taqdimot ham aynan ma'lum bir yo'nalishga bag'ishlandi. Tadbir boshlanishidan avval mazkur taqdimotning ayrim jihatlari yuzasidan mutasaddilarga savol bilan yuzlandik. Joriy yilning fevral oyida hurmatli prezidentimizga Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha taqdimot o'tkazgandik. Mana bugun shu ishlarimizni amalga oshirayotgan hurmatli prezident islohotlarini mantiqiy davomi sifatida bugun mana Qoraqalpog'iston chegarasining Nukus shahrida joylashgan erka 1-sonli qozonxonani issiqlik yetkazib berish bo'yicha rekonstruksiya qilish bo'yicha bugun taqdimotimiz bor. Hurmatli prezidentimizga bu loyihani xorijiy hamkorlarimiz bilan birga rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirganmiz. Bunda birinchi navbatda Nukus shahridagi 4 ta mahallani qamrab oladi. Issiqlik elektr stansiyasi bilan birga bu yerda yana kogeneratsiya qurilmasi asosida elektr ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Asosan 136 ko'p qavatli uylarda 5700 ta xonadonni o'z ichiga qamrab oladi. Bu aholimizga birinchi navbatda sifatli va arzon issiqlik bilan ta'minlashga yordam beradi. O'z navbatida aholini is gazidan himoyalashga ham yordam beradi. Bundan tashqari ko'p qavatli uy-joylarda isitish imkonini beradi. Ya'ni markazlashgan issiqlik tizimi bilan qamrab oladi. Nukus shahrining issiqlik energiyasi bilan qamrov darajasi 9% tashkil etgan bo'lsa, ushbu loyihani amalga oshirish natijasida 33% dan ortiq issiqlik energiyasi bilan qamrab olamiz. Bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Nukus shahridagi qozonxonani kogeneratsiya texnologiyalari asosida modernizatsiya qilish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Kuz-qish mavsumida aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini barqaror issiqlik bilan ta'minlash tizimida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim vazifa. Bugungi kunda Nukus shahridagi 47 ta ko'p qavatli uy markaziy isitish tizimiga ulangan, yana 270 ta uy lokal isitish tizimidan foydalanmoqda. Qolgan ko'p qavatli uylardagi xonadonlar turli qo'lbola isitish vositalari orqali isitilmoqda. Bunday vositalar ko'p energiya sarflashi bilan birga odamlar salomatligi va hayoti uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Shahardagi mavjud markaziy qozonxona 1976-yilda qurilgan bo'lib, hozirda asosan ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatmoqda. Uning uskunalari ma'nan va jismonan eskirgan, energiya samaradorligi esa past. Hozirgi qozonxonada 1 gigakaloriya issiqlik ishlab chiqarish uchun qariyb 153 kub metr tabiiy gaz va 30 kilovatt-soat elektr energiyasi sarflanmoqda. Uning amaldagi quvvati soatiga atigi 1,6 gigakaloriyani tashkil etadi. Taqdimotda ushbu qozonxonani davlat xususiy sheriklik asosida kogeneratsiya texnologiyalari bilan modernizatsiya qilish loyihasi ko'rib chiqildi. Ushbu texnologiya bitta yoqilg'i manbaidan bir vaqtning o'zida elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlari va atrof muhitga chiqariladigan zararli moddalarni kamaytirishga xizmat qiladi. Loyiha doirasida soatiga 34,4 gigakaloriya issiqlik va 21,5 megawatt elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega zamonaviy majmua barpo etiladi. Shuningdek, 28 kilometr issiqlik tarmog'i tortilib, 189 ta individual issiqlik punkti o'rnatiladi. Ko'p qavatli uylar va ijtimoiy obyektlarning ichki isitish tizimlari tiklanadi. Zarur gaz va elektr infratuzilmasi yangilanadi. Birinchi bosqichda 136 ta ko'p qavatli uydagi qariyb 6000 xonadon, ya'ni 23000 nafar aholi hamda 40 ta ijtimoiy soha obyekti markazlashgan issiqlik ta'minoti bilan qamrab olinadi. Keyingi bosqichlarda Nukus shahridagi barcha ko'p qavatli uylar va ijtimoiy soha obyektlarini markazlashgan issiqlik tizimiga ulash ko'zda tutilgan. Loyihaning dastlabki bosqichiga 20 million dollardan ziyod to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilinib, majmuani 2028-yil fevral oyida to'liq ishga tushirish rejalashtirilgan. Modernizatsiya natijasida qozonxonaning foydali ish koeffitsiyenti 80% dan 91% ga oshadi. Issiqlik ishlab chiqarish hajmi bir necha 10 barobar ko'payib, yiliga 172 ming megawatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Yiliga
12,2 million kub metr tabiiy gaz tejaladi. Atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar hajmi ham sezilarli darajada qisqaradi. Yangi majmuada 19 ta ish o'rni yaratiladi. Soha xodimlarining zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va uskunalarga xizmat ko'rsatish bo'yicha malakasi oshiriladi. Davlatimiz rahbari loyihani amalga oshirishda eng avvalo aholi uchun barqaror, xavfsiz va sifatli issiqlik ta'minotini yaratish, qurilish ishlarini belgilangan muddatda va yuqori sifatda bajarish zarurligini ta'kidladi. Loyiha ijrosini muvofiqlashtirish va barcha infratuzilma masalalarini o'z vaqtida hal qilish bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar qo'yildi. Shuningdek, Nukus shahridagi mazkur tajriba asosida keyinchalik Buxoro, Samarqand, Urganch va Zarafshon shaharlaridagi qozonxonalarni ham kogeneratsiya va trigeneratsiya texnologiyalari asosida modernizatsiya qilish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Islohotlarni yanada jadallashtirish maqsadida bugun mana Qoraqalpog'iston yuzasida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida Nukusdagi qozonxonani rekonstruksiya masalasi ko'tarildi. Buning natijasida aholimizga arzon issiqlik yetkazib berish masalalari muhokama qilindi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bu Nukus tajribasini amalga oshirish natijasida Qoraqalpog'istonning boshqa hududlarida ham, boshqa tumanlarda ham ushbu loyihani amalga oshirish, ushbu loyihaga o'xshash loyihalarni ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bu loyihaning afzalligi nimada? Bu loyihaning afzalligi xususiy investorlar bilan, ya'ni hamkorlarimiz bilan, saudiyalik hamkorlarimiz bilan birga amalga oshirmoqdamiz. Bu yerda innovatsion loyiha bo'lib hisoblanadi, ya'ni gazdan birdaniga elektr hamda issiqlik olinadi. Buning natijasida 12 million kub metr gaz iqtisod qilinadi. Bundan tashqari davlat byudjetidan ajratiladigan subsidiya miqdorlari ham kamayadi. Sababi hozirgi amalga oshirilayotgan tarif siyosatida aholimizga beriladigan tariflar texnologiyalar asosida modernizatsiya qilingan qozonxonadan beriladigan tariflar o'rtasida farq bo'ladi. Bu arzonroq bo'ladi. 320-340 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu esa aholini to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy himoya qilishga, aholini bugungi kundagi kuz-qish mavsumlariga tayyorgarligini, aholini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadlarida xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan hamma masalalarimiz yechib berildi. Pulini, tizimini, hammasini, mexanizmini qo'llab berganlar. Bu loyihani saudiyalik hamkorlarimiz hamda hududiy hokimlar bilan birgalikda sifatli qilib topshirishga kafolat beramiz. Buning uchun barcha resurslarimiz yetarli, hammasini safarbar qilamiz. Loyiha taqdimotiga ko'ra Nukus shahridagi 136 ta uy, 5704 ta xonadonni issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha, elektr energiya bilan yana 10 mingta qo'shimcha xonadonni ta'minlash bo'yicha taqdimot qilindi. Bunaqangi katta masshtabdagi hali loyiha amalga oshirilmagan Nukusda. Hozir prezidentimiz loyihani ko'rib, buni kelgusi 5 yilda butun Qoraqalpoqni qamrab olish, loyihani yanada kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Bular bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot yig'ish, o'rganib chiqib 5 yilda Nukus shahri issiqlik ta'minoti masalasidan yechilishi bo'yicha topshiriq berdilar. Topshirig'i bajarishga biz tayyormiz. Sa'y-harakatlarimizni amalga oshiramiz. Umumiy hisobda 5 yilda 711 ta uyni issiqlik bilan ta'minlab olish rejalashtirilgan. Hamma resurslarimiz buning uchun mavjud. Nukus shahrida bugungi kunda markaziy issiqlik ta'minoti bilan ta'minlanganlik darajasi 9% tashkil etadi. Loyihaning birinchi bosqichida 32% ga olib chiqish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Nukus misolida Zarafshon shahri, Samarqand shahri, Urganch shahrida xuddi shunday loyihalarni amalga oshirish bo'yicha topshiriq berdilar. Generatsiya tizimini joriy etish, aholini markazlashgan va xavfsiz issiqlik energiyasi va arzon issiqlik energiyasini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdilar.